Toshkent shahri. Transportga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga ortib bormoqda. Shaharda kuniga 1 milliondan ortiq shaxsiy avtomobillar qatnaydi. Mamlakat bo'yicha issiqxona gazlarining 10%, Toshkentda esa 45% transport hissasiga to'g'ri keladi. Shahar aholisi mobilligini ta'minlash yangi yondashuvlarni taqozo etmoqda edi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli jamoat transporti sohasidagi islohotlar bilan bir vaqtda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va Global ekologik fond hamkorligida Taylov Toshkent kam uglerodli transportga investitsiyalarni jalb etishni jadallashtirish loyihasi o'z faoliyatini boshladi. Taylov loyihasi hukumat tomonidan olib borilayotgan ushbu islohotlarni qo'llab-quvvatlash, texnik yordam ko'rsatish hamda shahar transport tizimini ekologik va ijtimoiy jihatdan barqaror rivojlantirishga o'z hissasini qo'shmoqda. Loyihamiz o'z ish faoliyatini boshlaganda Toshkent shahrida bor yo'g'i 20 ta elektrobus olib kelingan edi. Bugungi kunga kelib esa bu elektrobus soni Toshkent shahrida 520 tani tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi miqyosida qaraydigan bo'lsak, elektrobuslarning jami soni 630 tadan bugungi kunda oshdi. Bu eng avvalo hukumatimiz va shaxsan muhtaram prezidentimizni tashabbuslari va ularni qo'llab-quvvatlashlari natijasida amalga oshiryapti deb o'ylayman. Sababi elektrobuslar bugungi kunda ichki yonuvchi dvigatelda ishlaydigan, xususan gaz yoqilg'isida ishlaydigan avtobuslarga qaraganda ancha qimmatroq hisoblanadi, lekin shunga qaramasdan O'zbekistonning shu Parij kelishuvidagi majburiyatlarni bajarish, uni qolaversa milliy miqyosda belgilangan hissalar, ya'ni shu NDC deb belgilangan majburiyatlarni bajarish maqsadida shu bilan birga aholiga qulay, tovushsiz va ekologik toza jamoat transport xizmatlarini ko'rsatish maqsadida olib borilayotgan ulkan ishlar deb men hisoblayman. 520 ta elektrobus shahar transporti rivojidagi yangi bosqich bo'ldi. Ular har kuni 55 ming litrdan ortiq yoqilg'ini tejab, yiliga 198 milliard so'm iqtisodiy samara bermoqda. Eng muhimi, atmosferaga har yili chiqishi mumkin bo'lgan 24240 tonna issiqxona gazlari oldi olindi. Toshkent shahri Shotur Ustaveli ko'chasi. Taylov loyihasi doirasida shu ko'chaning 5 kilometrdan ortiq qismida Markaziy Osiyodagi ilk yashil shahar transport yo'lagi ochildi. Loyiha taqdim etgan konsepsiya asosida Toshkent shahri hokimligi tomonidan eni 35 metrli ko'cha zamonaviy talablar asosida qayta shakllantirildi. Yo'lning markaziy qismida ajratilgan alohida avtobus yo'lagi, velosiped yo'lakchasi, kengaytirilgan piyodalar hududi, 500 ga yaqin tartibga solingan avtomobil turar joylari hamda inklyuziv muhit barpo etildi. Koreya, Ispaniya, Turkiya, Angliya va Germaniya tajribalari o'rganildi. Tanlangan markaziy ajratilgan yo'lak modeli avtobuslar harakatini tezlashtirdi. Tirbandliklarsiz, uzluksiz qatnov ta'minlandi. Yo'lakda harakatlanadigan jamoat transportining o'rtacha tezligi soatiga 5 kilometrgacha ortdi. Havo sifati yaxshilanib, ifloslanish darajasi qisqardi. И долгое время я тут не была. Сейчас я за 6 лет первый раз пришла, я, конечно, удивлена. Столько перемен, столько изменений. Потому что когда я была здесь, постоянно вот на остановке автобусы не могли остановиться, стояли машины. Поменялась городская инфраструктура. Я вот сижу на остановке, думаю, дай посмотрю город, а так мы на такси ездим. И вижу здесь вот отдельно, как в Америке, отдельная полоса для автобуса, электробусы. Я, конечно, приятно удивлена, потому что и воздух почище, экологически, и вообще столько изменений. Я вот хожу, как в Америке, ничем не отличается. Tirbandlik kamaygan, chiqishimiz uchun ham oстановkalar juda
o'tirishga, dam olib avtobus kutishga juda qulay hozir. 70 yildan ortiq vaqt davomida ayollarga yuk mashinalari va katta sig'imli avtobuslarni boshqarish taqiqlangan edi. Taylor loyihasi tashabbusi bilan sohada ayollarning mehnat faoliyati olib borishga oid qonunchilik qayta ko'rib chiqildi. Endi ular uchun D toifali haydovchilik guvohnomasiga o'qish va bu yo'nalishda ish faoliyatlarini olib borishga yo'l ochildi. 2024-yilda mamlakat tarixida ilk ayol avtobus haydovchisi ish boshladi. I was very encouraged. Haydovchilik kursida tahsil olayotgan 20 nafar ayoldan iborat ilk guruhni ko'rib juda quvondim. Bir necha oy o'tgan bo'lsa-da, ularning ko'zlaridagi ishonch va ishtiyoq hanuz yodimda. Ayrim ayollar darslarga bolalari bilan kelgan edi. Bu holat transport sohasida gender tengligi sari muhim qadam ekanini ko'rsatadi. Ular kelajakda yuk mashinasi va avtobus haydovchisi bo'lishni orzu qilayotgan yoshlar uchun ilhom manbai bo'la oladi. Ayniqsa, yashil kasblarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda bu sohada ayollarning faol bo'lishi juda muhim. O'zbekiston mintaqaning logistika markaziga aylanib borar ekan, bu jarayondagi ayollarning o'rni beqiyosdir. Adamlar 20 mingdan oshiq avtobus haydaganlar. Yoshligimdan qiziqardim. Endi ayollarga bunaqa imkoniyat bo'lmagan, men tasavvur qilmaganman. Ayollar avtobus haydash mumkinligini chet ellarda ko'rganman, bizda ko'rmaganman. Endi mana hozir ko'payyapmiz. Ayollarga shunchalik imkon berib o'qitishdi. Hozir stajyorman. Ustoz biriktirilgan menga o'sha yo'llarni o'rgatishyapti. Oldin avtobusda baribir eski, og'ir bo'lgan rullari, hozir hamma narsa zamonaviy. Juda yengil, juda qulay, oson. Loyiha tomonidan 20 ta ayolga haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta tayyorlash o'quv kurslari tashkil etildi. Kursni tamomlagan ayollarni ishga joylashtirish jarayonlari qo'llab-quvvatlandi. Taylor loyihasi kam uglerodli shahar transport loyihasini barqaror rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu borada malakali kadrlarni tayyorlash juda muhim. Toshkent davlat transport universitetida 36 soatlik maxsus o'quv kurslari tashkil etildi. O'quv kursimiz O'zbekiston shaharlarida yashil transportni rivojlantirish va unga investitsiyalarni keng jalb etishda yuzaga kelayotgan muammolarni zamonaviy usullar bilan hal etish uchun, yechim topish uchun kadrlarni tayyorlash va mavjud kadrlarni malakasini oshirishga yo'naltirilgan. 36 soatdan iborat bo'lib, haftalik kursi tashkil qiladi. Yashil transport, ekologik samarador transportni rivojlantirishda gender ahamiyatlilikni oshirish maqsadlari ham belgilangan. Unda zamonaviy transport tizimlari, elektrobus parkini joriy etish, yashil transport yo'laklarini loyihalash hamda ularning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik afzalliklari bo'yicha nazariy va amaliy bilim berilmoqda. Dastur doirasida jami 100 nafar talaba, jumladan 50 nafar ayol ishtirok etishi rejalashtirilgan. Ustuvor maqsadimiz nafaqat transportlarni ekologik toza transportga almashtirish, ya'ni elektrobuslarga, balki odamlarni ko'proq piyoda sayohat qilishni, ko'proq jamoat transportidan foydalanishi, ko'proq shu faol mobilligini ta'minlashga qaratilmoqda. Bugungi kun kelib men aytishim mumkinki, loyiha o'z maqsadlariga erishish yo'lida ketmoqda. Toshkentda sinovdan o'tgan zamonaviy transport modeli bugun mamlakat bo'ylab keng yoyilmoqda. Samarqand, Andijon, Nukus hamda Farg'ona shaharlariga elektrobuslar olib kelindi. Erishilgan natijalar xalqaro maydonlarda va tadbirlarda e'tirof etilmoqda. Bugun Toshkent tajribasi hududlar uchun ishonchli namunaga, zamonaviy transport rivoji uchun aniq yo'nalishga aylanmoqda.